Fazliddin. Fazliddin. Aka asab pasrang bo'ldi. Zo'r bitta prank qilaylik, aka. Hop. Bitta prank hozir. Bitta Fazliddin ukamiz bor. 5 kundan keyin to'yi. Shunga bittani qiz bolacha trenddan bitta o'xshatib bering. Qani bola? Keling, unga ko'rinmaylik faqat. Fazliddin. Fazliddin. Nima qilyapsiz? Fazliddin. Fazliddin deyapman. Namuncha qiz bolalarni ovoziga qaraverasan, ukam 5 kundan keyin to'ying-ku. Kerak emas. Tavba qildim. Fazliddin yaxshimi soldingiz? Uylanasizmi? Ha, uylanaman. 5 kundan keyin uylanayotgan ekan, eshitdim. Endi sizga maslahatim, kasbni olasizmi? Kasbni ishim oling. Kirshovullarni kelin bolaga topshirasiz. Baxtli bo'ling, joningiz sog' bo'lsin. Voy, bilma. Qalbingizga rozi bo'lib. Qaysi ayol chaqiryapti bo'ylabman, men lekin. 1-dekabr kuni Yangiyo'lda Mirzo ota to'yxonasida. 1-dekabr. Xudo xohlasa o'zim yor yeb beraman. Dedi joyingizda sog' bo'lsin. Qo'lim oring bo'lsin. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Kamchiliklar bo'lsa endi to'ychilik, yaxshi niyatda to'ylar qildik, mehmon bo'ldi ko'pchilik.